Verity? Have you seen my baby? She's not a day nor a lady. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me. I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She acts me when... Iltimos, mana shu karobkani ochib boring, men Verityman. Yana qanaqa Verity? Hozir. Iltimos, mana shu karobkani ochib boring. Hozir ochdim. Yo, nima chiqyapti? Yo, Verity. Nima gap? Yo, qalaysiz? Yaxshimisiz? Sen oddiy koptokchisan, shundaymi? Ha, men shunchaki oddiy koptokchaman xolos. Shunchaki men sizni aytganlaringizni bajaraman. Yo, nima? Shunchaki endi siz bilan yuraman deyapman xolos. Yo, rostdan ham endi sen men bilan yurasanmi? Ha-da, axir men siz bilan yuraman. Juda ham yaxshi-ku, a? Ha, rostdan ham menimcha yaxshi deb o'ylayman. Ha, rostdan ham. Endi nima qilsak bo'ladi? Birgalikda survival qilamiz-da, nima qilardik? Ha, rostdan to'g'ri aytasan, unda meni ortimdan yur. Hozircha bolalar Verityni topib oldik. Lekin men mana shu Verityni qayerdadir ko'rgandekman-da. Shu Verity umuman boshqachada. Hoy Verity, nega orqamdan yurmayapsan? Orqamdan yur. Ha, hozir. Shunchaki tayyorgarligimni ko'rib olay. Ha, bo'ldi xo'p. Hozir meni orqamdan yurgan, tushundingmi? Ha, endi faqat siz orqangizdan yuraman-da. Ha, bo'ldi, seni o'zim bilan olib olganim menimcha yaxshiroq Verity. Ha, rostdan ham seni o'zim bilan olib olganim yaxshiroq ekan. Shuning uchun ham birgalikda ketaveramiz. Hozircha survival qilsak ham bo'laveradi menimcha. Ha, bo'laveradi. Ha, bo'ldi xo'p. Hozir mana shularni ham chopib olishimiz kerak. Shuning sabab bizga hozirchalik daraxtlar kerak bo'ladi. Shuning uchun ham biz mana shu daraxtlarni ham chopib olishimiz kerak. Mana shularni ham chopib olamiz. Bizga hozirchalik 4 ta daraxt yetib qolsa kerak. Endi versiyaga yasab, har xil narsalar yasasak bo'laveradi. Bo'ldi, Verityni ham olib turdik. Endi buni ham, bundan ham yasab olishimiz kerak. Bo'ldi. Biz endi mana shu boltadan ham yasab oldik. Endi bu daraxtlarni ham tezroq chopib chiqishimiz kerak. Mana xullas biz kirkalar mana shunday boltani yasab olib, mana shunday daraxtlarni chopib yuribmiz. Menimcha ham endi anchagina yaxshi bo'lyapti deb o'ylayman. Verity ham biz bilan. Shuning uchun ham bularni ham albatta olib olishimiz kerak. Bizga albatta bu go'sht bilan mana shunday qo'ylar va mana bunday narsalar kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bularni ham albatta olib olishimiz kerak. Va mana bunday shaxtalarga ham tushishimiz kerak, lekin bu yerni qaranglar. Negadir bu yer g'alati-da. Bunchalik qorong'u bo'lmasligi kerak edi. Bu yerda uxlab olish kerak. Bolalar buni qaranglar, kechasi juda ham qo'rqinchli va juda ham qorong'u bo'lyapti. Nega men tushunmayapman. Verityni qaranglar, Verity ham biz bilan. Verity, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, shunchaki kechqurun mana shunday darslar bo'lyapti xolos. Yo, sen nimalar deyapsan? Axir bu shunchaki bo'lib qolmaydi-ku. Ha, endi mana shunday bo'ladi-da, hech qisi yo'q lekin. Ha, rostdan ham menimcha ham bo'lib tursa kerak. Negadir u baribir server g'alati-da. Ha, rostdan ham g'alati bo'lishi mumkin, lekin albatta o'tib ketadi. Siz undan qo'rqmang. Ha, negadir sen gapirmasang ham og'zing negadir bunday turaveradi? Ha, oddiy shunchaki. Ha, rostdan ham bu juda ham g'alati Verity. Sen bilan birgalikda yurganimiz yaxshiroq menimcha. Hozircha bularni ham yana nimalar kerak bo'lar ekan bizga? Bo'ldi, biz shaxtaga ham tushdik. Mana shunday shaxtalarni ham nimalar qilib chiqishimiz kerak bo'ldi. Negadir bu yer juda ham qorong'u bo'lib ketyapti. Negadir men buni tushunmayapman bolalar. Negadir bu g'alati bolalar, buni qaranglar. Bu yerlarda mana bunday almas chiqishi negadir g'alati-da. Biz endi bu yerga tushdik-ku. Qanaqasiga almas chiqishi mumkin bu yerda? Verity, bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yer juda ham g'alati bo'lib ketgan Verity. Ha, menimcha ham. Ha, rostdan ham. Hozircha buni qaranglar-da bolalar. Biz nimalar qilsak bo'lar ekan yana? Menimcha biz mana shunday Galemni o'ldirishimiz kerak. Galem bizga kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bularni o'ldirishimiz kerak. Yana qayergalik ketib qolyapti bolalar, buni qaranglar. Hozir buni ham yana o'ldirishimiz kerak. Hozir bu yerga chiqib olamiz. Galem ketmay tur.
hop buni tezroq o'ldirib olishimiz kerak. Endi mana shuni ham sotib mana bunday narsalarni ham olsak bo'laveradi deb o'ylayman bolalar. Yana bizga nimalar kerak bo'lar ekan bolalar? Buni qaranglar. Bu yerda ham mana bunday narsalar bor va mana bu yerlarda ham va buni qaranglar. Bundan ham yana narsa sotib olishimiz kerak menimcha. Ha, bularni ham albatta sotib olamiz va buni o'rniga esa mana bunday nimalarni olib, mana shunday uylarni ham qurishimiz kerak. Hozir bolalar men uy quryapman, sababi bu ham bizga juda ham kerak bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bu uy bizga juda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun ham men buni qurdim aynan mana shu yerga bolalar. Bu uy bizga juda ham kerak. Verite rostdan ham bu juda ham bizga kerak. Ha, rostdan ham juda ham kerak bo'ladi albatta bu uy. Ha, rostdan ham. Ha, juda ham rostdan kerak bo'ladi. Yaxshi qilibsiz lekin qurib. Ha, rostdan ham to'g'ri aytasan. Lekin bu server juda ham g'alati-da lekin. Ha, hech qisi yo'q. Buni qaranglar, bu juda ham qorong'u, lekin bu juda ham g'alati Verite. O'zing ham sezyapsanmi? Ha, men ham sezyapman, lekin aynan shunaqada. Lekin sen negadir shubhalisan-da Verite? Negadir shubhalisan? Unaqa emas, unaqa emasman. Baribir hamda endi baribir, shunchaki. Bo'ldi. Shuni ikkinchi qismi chiqishi uchun 500 like, 500 ta obunachi kelsagina faqat shuni ikkinchi qismi chiqadi bolalar. Uning uchun prosta shu videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna bosib tashlaylar bolalar. Xullas keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.